Dal shu Aliye. U yilimi burunqi go'zalligini yo'qotmabdi. Oblikim, shu gap yendik ayol o'xshamabdi. Ancha chiroyli emaskan. O meni o'z vaqtida san'at maktabida birga o'qigan savodishim Aliye bo'ladi. Ha. U yilimi yaxshi ko'rardi hatto. Meni o'zi yaxshi ko'radi. Chunki har qanday odam tunji so'ygan hargiz unutib ketmaydi. Tajabmo chiroyli cho'kankana har qanday yigitning jinini elib jangalda qo'ygan. Qizni xotinda bu. Biz gömgen müşükte pakratlı kaplığı. Yo'q, men ularning kiyim qarovatini. Bu kiyimlar bek chiroyli qilayini. Yaxshimsan ablik. Yaxshimsiz Aliye. O'ltiring. Bu mening o'z vaqtida san'at maktabida birga o'qigan savodishim Aliye. Bu ayolim Dilbar. Tanishib qo'yinglar. Siz bilan tanishganim xo'shalman. Menmi xo'shalman. Dilbar. Ichki kasallar doktori. Ayt yaxshi. Doktordan bir do'st topganim xo'shalman. Yordamim kerak bo'lsa, doktorxonaga bering. Rahmat sizga. Kiyimlarni bek chiroyli qilayapsiz. Shundaqmi? Sana yardım. Telefon ver. Sen bilen sözleştiğin gap var. Bak. Kiyimlarni bekni chiroyli qilayapsiz. Sizga yoqdimi? Qaysi bakrak yoqdi? Ana ağası. Ağız giyip çıkan kiyim bek chiroyli qilayapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni tabriklayman, Aliye xonim. O'tirib. Laylangan kiyimlar bek chiroyli qo'yibdi. Ammo kiyimlar qaraganda o'zingiz bek chiroyli qo'yib ketibsiz. Bek oshirib aytdingiz, Xoliq efendi. Bu yoq Xoliq efendi, yakka tijorat korxonasining direktori. Ushqandek beyiyotgan boygacha.
Xoliq boyvachchi. Ahvolingni qanday qara? Yaxshi. Deyotgan savdogarda Abduzakın desi bo'ladi. Ma'rifatparvar savdogarlarning vakili. Xudoq kiyimlaringiz ichida men zakaz qildigan kiyimlar xeyli bor ekan. Abduzaka, Guangzhoudan keldigan mallar keldimi? Tex kamidi. Kelishaman sizga xabar qilaman. Qarmamsiz singlim. Bu erimdiga ulgurning mehmin tugmaydi. Mening xabarimdim yo'q. Uyga bir muncha mehmonlarni chaqirib qo'yibdi. Uyda chinlar yetmay qoldi. Chini qancha lozim edi? Chinidan 4 ni, taxsidan 4 ni berib turman. Yana nima lozim? Ozroq qarmish bilan tuz bormidi? Bo'lsa bir chimdimda. Ba. Sizlarga qavat so'qim keladi. Xuldor bo'lmasanglarmi, aniq yashaysizlar. To'g'ri dedingiz. Biz kadr, sizlar tijoratchi. Biz sizlardek xalq bo'lmasaqmi, maoshimiz, ehtiyojimizga yetadi. Voy, gapni qamlashtirib deyamedim. Kechiring. Xato tushunib qolmang yana. Men faqat sizlarning urush jidaldan xoli, aniq o'tadiganlarni ko'zda tutib degandim. Biz xildan beri sizlar bilan qo'shni o'tyapmiz. Turmushinglar boyashab, to'qqizinglar tal turib. Yana nemishqa so'qsizlar. Nemishqa bo'lmoqchidi. Osh ta'tirning kunchiligi bo'lmamdi. Mehmonga chiroy oshmasam texi. Chiroy ossam, kunlab o'labli qoladi. Mo'sha yoshga kelgandim kunlamda. Yaxshi ko'rdi emasmi? Shuningga kunlaydi. Nima deydigansiz? Kunlash yaxshi ko'rganlikdimi? Shundoq bo'lmaychi. Yaxshi ko'rishmasa, hech kim bir-birini kunlamaydi-da. Qaraganda ering sizni kunlamaydi o'xshamamdi, ha? Yo'q, bu nima deganingiz? Demakchi bo'lganim, sizlar bir-biringlarni yaxshi ko'rishib, to'y qilgan bo'g'aydinglar, ha? Albatta. Buni hajab so'rab ketdingiz-ku. Qiziq ish. Sodi bir haqiqatmi kunlab baxmadimi? Yo'q. Undaqda sizni yaxshi ko'rish notoy. Mumkin emas. Biz bir-birimizni intayin yaxshi ko'ramiz. To'y qilishdan burun bir haqiqatmi kunlab baxmaganmi? Bir qatam o'qishmaslikdan shundoq ish yuz berganda qilib edi. Habballi to'y qilgandan keyinchi kunlab baxmadi. Mana gap dalmishadi singlim. Qizchig'imizda hammamiz yaxshi. Bu ahaqlar parvondek atrofimizdan ketishamaydi. To'y qilib 4 kundan keyin bizning ismimiz yomon xotin.
Oş, qo'ying'a bu ahaq deganlarni. Ko'nala, eringga ishongicha, bu so'g'onga ishon deb beka aytmabdi ekan. Abliki, ondaqlardan emas. Biz bir-birimizga ishonamiz. Ishonishamish. Ishongan taqda kiyik yatmabdi deganni anglamaganmi? Hozirgi erlarning hammasi degidek ot oylixonga, yo'l sarixonga deb, terakning uchidan yo'l chiqib qolsa-ku, ketaverdi dema. Bo'libmi hozirgi jamiyatda heliq oliyadek ko'zning yig'iniga yeydigan nini mod satanlar ko'payib ketyapsa, kimga ishongili bo'lsin? O'g'o rost. Rost deysiz. Lekin men Ablikimga ishonaman. Ishonganingiz durust. Biroq eringiz sizni boshqalardan kulnimidimi? Demak, uning ko'ngli talada degan gap. Eringizga obdan ko'z quloq bo'ling. Bo'lmasa, heliqadek satanlarga tatqizib qo'yib shumangana. Osh, to'la kapshib vaqtingizni oldim. Ayıbga buyurmaysiz. Men chiqdim amisi. Hech qisi yo'q. Degan sizni bek avara qildim. Hech qisi yo'q. Bundan keyin diqqat qilaver. Bo'ladi. Bo'ldi. Takalluf qilma. Xayr, xo'sh. Böyle mehmon bor. Chaqan kirgan nima bo'ladi? Maqbul. Xo'sh. Xo'sh. Nim bo'ldingiz? Kechikib qoldingiz-ku. Saqladi. Ishkilikcha qo'g'lab ketdi. Qanday qutuldingiz? Ha? To'yiqsiz azmat kelib qoldi. Bo'lmas qarang, qo'llarim tiqchi titrayotdi. Yana shu azmatmi? Nim bo'ldi? Qutqazg'in yamanmi? Demakchi bo'g'inim, cho'ngib qoldingiz qizim. Oq-qorini farqlantiraysiz. Nemishqa? Yaman bola emas-ku. Yaman da'vatqinim yo'q. Yaxshi odamlarning bolasi. Lekin ishdan sirtqi san'at havaskori bo'lib, restoranlarda naqsha etib yurib, oliy maktabning imtihonini o'tolmadi. Yilimi o'qishni tashlamay, kesh kurslarda o'qiyotdi-ku. To'la takallashmay, onaning gapini anglab qo'ying. Opa, dadam tek qaytib kelmdimi? Yo'q, sal turib kela. Davomliq to'y to'kiladi yurib, biz bilan ko'rinma bo'lmaydi. Ablikim, nemishqa kechikdikina. Nada yuraydiganda. Telefonmu beray demedingmi? İzdab kelganingizga rahmat. Bir ishingiz bormi? Hajjat, sizlab ketding-ku. Undaq sitimga tagimgina. O'tgandi-ku. Xotinining yinda sizlayotgandi. Deb o'ylabdiman. Nemish qisalligidakman. Ikkimizning orasida hozir salligidek unchalik yaqinchilik mavjud emas-ku. Undaq deb ketmagin. Sen ilahim, ko'nglimdagi obligimsan. Ishonchim komilki, sen hozirmi meni yaxshi ko'rsan.
Həllashga başladım ku. Bu yaqinchilikning ifodasi emasmi? Demadimmi? Hamını meni unutamaysan. Nimalarni deydigansan? Hozir ikkimizning o'z oldimizga oilamiz bor. Men seni va o'tmishni allaqachon unutib ketgan. Yolg'on. Unutamaysan. Mana men seni bir minutmi esimdan chiqarib etmadim. Seni unutayamadim. Mening qanday azob chekkanligimni, baxtsizligimni so'rabmi qo'ymadim. Lekin sen hammani mendan ko'ramsan. Albatta. Chunki u yo'lni o'zing tanlab olgan. Sen ayıplik. Çünkü o çağda sen bek. Namrattın. O'zingning shallaq nafsoniyatchiligingni taqdib ishiga qo'yib qo'yib. Gunohni mening namratchiligimga otmoqchikansan-da? Ma gapni ko'ring. Sodiganing pulini ko'zlab, agishib ketgan. To'ttanga uchun butun baxt istiqbolini do'g'itib ketgan zoti kim? Onun bu sebebi battı. Çünkü o yıllardaki hukukçuluk turmuşunun gurbetçiliğine berdaşlık veremedim. Ben obdan yiyişini, çıraylık giyişini halaydım. Bırak sen benim taleplerimni kandıramaydın. Bo'ldi. O'zingni davatsan ku. Talablarini qondirdigan puldarning keyindan ketgandan keyin baxtli bo'lgansan. Güdekli qipti men oblik. Dadi shu yo'qni xato tanlaganim uchun bir umr baxtsizlikka duchor bo'ldim. Shu yillarda senden başka talay kız o'quvchilar batdi. Ular shu chaqda g'urbatchilik azobiga bardoshlik berdi. Amdilikda ular baxtli yashayotdi. Meni kechirgin. Meni undan. Ayıplayman. Hamsudam gapmandim. Osmaydiqni bo'lmaydi. Bu yerda seni kechirmaslik masalasi mavjud emas. Hozir mening ayolim, 2 bolam bor. Shu yili sening menga qilgan vafosizligingni hargizmi unutmayman. Mening tatgan yurak azoblarimga guvoh. Keyingi kunlarda faqat Dilbar orqaliqla ko'nglim tasalli topdi. U mening qalb jarohatlarimni davoladi. O sana tasalli bererligimni, muhabbet beremeydi. Rastını etqanda sen onu yaxshi görmeysin. Chin dilingdan söymeysen. Faqat men seni tashlab ketganligim uchun Dilbar bilan o'zingni bezlayapsan. Nima demoqchisan? Dilbarni tashla demoqchimi? Bu mumkin emas. Unchalik deb ketmayin. Hozir yuragim deb alamni to'shib ketdi. Ortiq
Özün qiynama. Vaqt bir yer berib qapti. Biz qaytayli. Ablikim. Ben seni yine izleyemem. Rahmet. Ne bo'ldingiz? Nimeni xiyol qilyapsiz? Kishilar kundashlik yaxshi ko'rishning ifodasi deyishir ekan. Sizningcha bu to'g'rimi? Meningcha to'g'ri emas. Meningcha undaq emasdek turadi. Har qanday kishi o'z yaxshi ko'rgan odamini boshqalarga tatqizib qo'yishni xohlamaydi. Shundaqmi? Albatta. Agar meni birsi yaxshi ko'rib qolsa, siz qanday qilasiz? Nimandaq tetiqsiz savol bu? Men sizga ishonaman. Ayting. Meni yaxshi ko'ramsiz? O'zingiz deb beqing. Men sizdan so'rayapman. Sizga nima bo'ldi? Javob bering. Qasam qildirmoqchimisiz? Ixtiyoringiz. Sizni azalni yaxshi ko'rdiganligimni ta'kidlab kelyapman-ku. Ha? Meni kechiring. Nemishqa tez ko'nglingizni bearam qilsiz, ha? 10 yildan beri siz meni bir haqiqatdan kullab baxmadingiz. Shunga sadoqatingizdan ko'malanib qoldim. Sizga xiyonat qilgan yerim bormi? Yo'q, undaq bo'g'ini yo'q. Mana shuning o'zi kifoya. Sizni o'rinsiz kulsam, haqiqatli bo'lmamdi. Tatliq bo'lmaydi. Birodar, xotirjam bo'lg'in. O'tganni besib olg'in. Oyoq o'tib. Kiyimingni sog'in. Omrig'im, sen xili bilitgansan jumo, ha? Kiyimingni sol. Men yordam qilmamsan. Voy dadisi, nimandaq og'zinglarni ichib paqirab qarabli qoldinglar? Nima bo'ldi sizga? Ishonli qilinglar. Xo'sh. Bugun bo'lmaydi, qadrligim. Xo'p, buzoq. Bolalarni oldida sat emasmi? Ha? Bolalar, kirib uxlanglar, qo'pinglar. Doda, bugun shanba bo'lgandan keyin birdan ko'raylik-ku. Yo'q, bundaq filmni sizlar ko'rsanglar bo'lmaydi. Qo'pinglar. Sizlarni ko'ryapsizlar-ku, doda. Bunda qilin kinolarni bolalar ko'rib bo'lmaydi. Mengli kirib uxlanglar. Bundaqda sizlarni qilinmi? Astag'firullah. Qo'pinglar, kirib uxlanglar. Qo'pinglar. Boshqa kanalni ko'raylik. Yo'q, men bo'lib Voy, berib. birsi ishkini qilyapti-ku. Ishkini acha o'g'lim. Ne? Assalomu alaykum, Abdulska. Va alaykum assalom. Qanday yaxshi turibsizlar? O'rnatdingiz bu. Qani, o'tir.
Shimi? O'tirdilar. Keşi olgan kep kapsız go. O'tgan kumonlarning pulini etkagandim. Qani, sani bilan. Ay. Oldu. Siz işeşlik adam. Kamak yemeysiz. Nişanı qaytib taqa. Halile. Ha? Qanday ahvolingiz? Yaxshimisiz? Çay yakılınla. O zadı qandaq şəxs. O degan mühim şəxs. Şəhərdəki şəhvat Ölüşkün. barlıq qızlarning ən üçün vasitəsi. Ishkirdan kelgan savdogarlar ichishdik. Tunigun bir necha amaldorlarning gilni maylamizda ichib qoldik. Apam qandaq qilib bundaq Ay. Bunu taşlıp etkinimni unutup kaldınız mı? tursa. Unutib qoldim. Kechiring. Bo'ladimi? Bəlkім o apamın xeridar Boptu, içi verin. Navadı bu. Aşı nadino bo'lib qolsa, u odat Xo'sh. emas. Uni qandaq qilsam ko'ralayman. Eliqi Guangzhoudan akagan mallardan qanchalik paydo bo'pti? Buradat. O mallardan ikki hissa foyda qildik. Lekin bir qismi farq ketib qoldi. Shundaqdimi? Moshundaq odamlar bilan muarrishamsan. Eliq amaldorlarning qishiga berib, gilni maylib edim. Kimen, singlimni Bir telefon bilan ish bitdi. Xo'sh. Kimga telefon beryapti? İşinli xeli əplişib-də. Shundaq. Biz buni maktabda birga o'qigan. Keyin men Ba'zilarning geli bak yo'qinib ketdi. Qori yeyishdan uzoq topmamdiqamdi. Nima deydigan siz, Xolidaxon? Voy Tom. Burun ashu uqumushliq apandilar bizni qarang'i buzochi deb ko'z qilmaydi. Eng güzellerini topgan bor. Endi qo'limiz qarab xushomat qiladigan bo'ldi. Uning vasitasi yo'q. Shundaq. Burun pul topqichi 100 top deysa, hozir 100 topqicha pul top deydigan zaman keldi. O meni uchratib. Men qarab baqay, uning bo'yi 1 metr 55. 1 metr 55. Bek tatliq. Halile, Ehtiyotliq. televizorni bosh kanalga yutganlar san'at programmasi ko'rgach o'ltiraylik. To'xtab tur. Shuni mayli. Qanday qilib bo'lmasin pul tepish kerak. Puldan iborat bu qudratli qurol qo'lonli bo'ladi ekan. Sen hammani bo'ysundira olaysan. Dushmaningmi ishning kuchigida keningni so'kuldab mangdi. Gepinglar sal chakni ishib ketdi, xalqa xol. Hamma ishni pul bilan o'lchigili bo'lmaydi. Pul tepishdimi bir maqsad mudda bo'lishi kerak. Albatta maqsadsiz hech kim pul topmaydi. Hashamatli turmush uchun, do'st dushmanning oldida ya qarab qolmaslik uchun pul topmiz. Maqsad degan har turlik bo'ladi. Sizning yana buningdan boshqa maqsadingiz bormi? Menmi boshda maqsadsiz pul topgan edim. Lekin hozir undaq emas. Ko'p ishlarni endi tushundim. Sizlar biz o'z vaqtida o'qiyolmagandik. Mana endi avlodlarimizni nodonlikdan qutuldirish uchun pul tepishimiz kerak. Abduzaxon ma'rifqa, adabiy san'at taraqqiyotiga xeyli ko'p pul e'yon qildi. Uchiga chiqqan ahmoqlik bu. Ey, sizlarning mushunchalik pulinglar bilan ma'rifni gullantirib, nodonlikni tugatkili bo'ladimi? Ha? Bu mumkin emas. Bu yolg'iz Abduzaxonlar emas. Bundaq taraqqiyparvar savdogarlar kun sari ko'payyotdi. Hammang ahmoq. Döt nimalar? Odam o'zgini emas, o'zini o'ylaydigan zaman bu. Halol, harom deydigan texe. Shunga har qanday qilib bo'lmasin, pul tepish kerak, pul. Tushundingmi? Abduzaxon. Hozir onangmi pul, dadangmi pul deydigan jahon. Qanday? Harammish texe. Qanday deydi? Pulni tepish kerak. Lekin harom puldan saqlasin.
Xalidigan. Pulningmi halol harimi bo'lamda? Mana men mashinchilik qilib, o'z emgigim orqali halol pul tepatdiman-ku. Mayli siz har oqqizib japa bilan pul teping yoki kallingizni ishq silib elimikri bilan pul teping, buning hammasi o'z yo'li bo'yicha halol. Ha? Xalqqa o'g'irlik qilib, qimavazlik qilib, hatto qotillik qilib topgan pulmi halol bo'lamda? Shularning qishiq berib so'rab baqa. Hech qaysi harom demaydi. Burun dini. Mana endi pul e'tiqodi chiqdi. Odamlarda insof degan narsa qolmadi. Tavba. Bo'ldi qilinglar. Xalq axir. Hozir toza eqiyotgan foydasi jiq soda. Qaysi? Manda gapni qilinglar. Hozir rosa eqiyotgan, foydasi haslab eshiyotgan soda. Xroin sodisi. Buningda qilchilik ziyon yo'q. Xalq axir. Nima deb jo'ylayapsiz? Bu soda emas. Qotillik. Hozir bir muncha yoshlarimiz mushu oq zaharni chekib nabd bo'lmoqda. Agar mushuni sotgan munofiqni ko'rib qolsam edim, o'z qo'lim bilan bo'g'ib o'ldiratdim. Qiziq ekansiz. Begimning etini sug'urib, pulni ol debdi ekan. O'zi chekmasdan pul topsa yomon bo'lamdi ekan. Gapingcha, senmi bu ishga aralashib qolganga o'xshamamsan? Ha? O'shingni yig'ib yur, Juma. Nima deydigansiz, Abdulazizka? Men undaq ishti yo'q. Sarangmi men, sarang? Xo'sh, ichib etdik. Biz yoshlar bundan keyin nimaga diqqat qilamiz? Aliye, nima bo'ldingiz singlim? Keling. Ajab hamga ketib qolibsiz-ku. Ha? Hech nima bo'lmadi. Tagishib qoldinglarmi nima? Yo'q. Ablikimni bir chaqdagi savag'dishidan biroz gumon qilib qoldim. Shundoq bir ish bo'lganmidi? Uqmadim. Lekin ablikimning yanchig'idan u ayolning ism kartochkasi chiqib qoldi. Akilangi. Osh, bundaq ism kartochkani qo'ldan nima keladi? Hozir bundaq kartochka degan moda bo'lib qoldi danga. Siz uqmaysiz. U menga sadaqasizlik qilayotgandek to'ylayotdi. Biroq gumoningiz bormi? Yo'q. Yoki u sizni kullamdi? Yo'q. O meni faqat kullamaydi. Chataq. Shunisi chataq. Er kullasa uy tuzila, xotin kullasa uy buzila deydigan gap bor.
Asli eringiz sizni kullasa obdan bo'ladi. Aksicha, u kullamay, siz kulligil turibsiz. Hay, sharpishani. Endi qanday qilaman? Uyimizni hargiz buzmaymiz. Hargiz. Tas. Hay, bir nima deyish tas. Haq deganchi, talaning odami. Kim bildi ularning sirtini nemish qilib yurganini? Ko'nglingizni yerim qilmang. Obdaroq yana kustib yiqing, ha? Ma'qul. Ha, rost. Mening bir palchi tunishim bor. Erimning har qanday sirini to'g'ri tep berdi. Men sizni-chi shuni qishib boshlab boray. Eringizning har qanday sirini besh qo'ldek tep berdi. Rost topalamı? Topalaydi. Har holda seni yo'q deng. Palg'ishanma, palsizim yurma deydi emasmi? Appa, kralg'udagi kirlarni elib yetaymi? Ma'qul. Voy. Ha, men. Qanaqa ahvolingiz? Yaxshimi? Yo'q, unda qolmaydi. To'g'ri, degan muddatdan o'tib ketdi. Shunday. Kechiring. Ba'zi ishlar tufayli shunday qolib qoldi. Yo'q. 15 kun ichida cho'qim yetkazib berma. Xotirjam bo'ling. Xo'sh emsa. Xo'sh. Ey, kallasi ishlaydigan döt. 1 millionni bir oyning ichida cho'gilitib, qanchalik foydalanishni bilmaydigan odam, ammo sog'mamda. Gap menda emas. Malni akapbag uchun malni vaqtida akapbamgashga. Bo'ldi. Sodini ishonchli odam bilan qil. Agar 15 kun ichida pulini mal yetkazib bermasang, o'sim bilan to'laymiz. Bildingmi? Bildim. Biroq bu biroq-miroqlarini qo'yibsan hozir. Eliq men degan odamni tepib, pulini birab tichini beraman deb ol. Shu pul bilan bu ishni tugatib et. Uqdingmi? Ularning pulini mo amana deb bir oy so'zimiz. Tushundingmi? Tushundim, xo'jayin. Kiring. Kirib. Voy. Keling, xenim, keling. Bugun kun qayoqdan chiqdi, Qani, marhamat. Men izdab kelmasam, siz izdab bormaydi ekansiz emas. Yo'qsa. İzdab bormam degan. Lekin yaqindan beri ishlarim bak aldirash bo'lib ketdi. Yaxshimsiz. Qani, o'tiring. Xo'jayin, boshqa qildigan ish bo'lmasa, men ishimga beraman. Shunday bo'lsin. 2 soatdan keyin bu ishning javobini ber. Xo'sh. Bek sig'indirib etdingizmi? Hozir bundaq gapni qo'yib turaylik. Meni xafa qilib qo'ydingiz. Qandaqcha? Malning pulini vaqtida topshirmay, meni direktorning oldida yo'q qaratdingiz. O'g'il bola degan gapida turish kerak. Shunday. Lekin setilgan mallarning pulini yig'ib olmay. Xalq apandi, men bizning direktorga javob berishim kerak. Buningdan keyin munosabatimizni uzib qo'ymayman desangiz, har holda yog'och qozon birliqidan qaynab qolamiz. Yo'q, undaq bo'lamdigan. Xap bo'lmay yermini ayttiring. Qog'inini 3 kundan keyin berib etaman. Cho'q. Mayli, ko'nglimizning yiqiligi uchun yuzingizni qilay. 3 kun emas. 1 hafta muhlat beraman. Demak, kelarki payshanba soat 5 da Yilqi restoranda sizni kutaman. Lekin bir shartim bor. Nima shart? Pulni cho'qim o'simi bilan qaytirsiz. Albatta.
qamlashmagan yeti chaqchaqqiman. Pulni topshirgandan keyin. Bo'ladi jinim. Aras, sizga deydigan bir iltimosim bordi. Nima iltimosdi? Mushu ishxonamga loyiqroq katibdan birini tep berendigin dedim. O'zi yosh, chiroyli kelishgan qizdan birini demoqchimisiz? Shundoq amirg'im, ko'nglimdagini topdingiz. Jinim xinim. O'zi qiyin. Bo'ladi. O'ylashib ko'ray. Xo'shamsan. Xo'sh. Bey, hemen. Nima poyst stansiga? Soat 4'te. Del vaqti deyip barma. O'tirasizlar. Qasları, əlləri doğurluq, rəm saldırğılı kelişliği o deymen, hə? Maçokanı şu iş bilan epkəgəndim. Şundaq. Xeynəm, isimləri nemi ekin? Dilber. Ələlərinin ismi ço? Ablikim. Ablikim. Senin əllərinin ətrafıda daimi qız çokanla əgib jüriydiken. Yakından beri bir çıraylık çokan onun jürkini oğlavaptı. Ali. Dikkat kızlar hanım. Yani əllərini tat kusub koyup jürmüzlər. Andaqda qandaq qısı buladı? Hanım, mana bu almani əllərə yigiz vəslə. Əllər hərigiz talağa qaramaydı. Aslı hanım, aslı. Rəhmət silige. Әң yeni, әң süzük, әң esil kino filmlerini körüp huzurlanmakçı bulsanız, Arzu Film Salonumuza koşuverin. Hocay, ulan geldi. Gel oğlum. Bu yerda taksi bormi? Taksi bor. Narxiga chiqish qila olamsan. Birasi o'sh qo'yirman. Endi ketdim.
qarashinglar. Mush qarashingmi? Ha. Kim o? Men, Xoliq, ishni ocha. Tezroq kiringlar. Tez. Farad, Dilshod, sizlar tamoq tayyorlik qilinglar. Qani. Marhamat. Qani, marhamat. Voy. Aman. Nima? Guangzhoudan? Xo'jayin, sizga telefon. Sen so'zlash. Vay, xo'sh, Xoliq Bayvatchi. Nima? Ahvolinglar qanday qara? Shunda biz kep bo'ldik. Joyida. Malni akeldingmi? Akeldik. Bodoqsi chet eldan akelgan jingmal, bas ustunroq. Qani ko'raylik. Mana. Haqiqatan jinka. Biz hech qachon soxta mal sotmaymiz. Qoyilman. Bo'ladi, men bugun sizlarga alohida bir ziyofat beray, bo'lamdi? Ko'nglingizga rahmat. Biz bugun qaytmasak bo'lmaydi. Malni ilinglar adash. Xoliq Bayvatchi. Ikkimiz bu ishni qilayotganimizga xeyli uzun bo'ldi. Aramizda soxtapazlik bo'lib qolsa yana. Chatoq yo'q. Keyingi qitim aloqalashganda mana shu uzuk belgi bo'lsin. Kim o? Men. Yaxshimisiz, Tekdar? Chaqirmagan mehmon bo'lib, tuyuqsiz ketib qoldi. Yo'q. Hech vaqasi yo'q. Ayibga buyurmag'aysiz. Qani o'tiring. O'tiring. Rahmat. Siz izdamasingizmi? Men izdab keldim. Hech qisi yo'q. Arzigul? Ha? Oy. Yaxshimisiz, dada? Yaxshimisiz. Chiroyli qiz bo'pti. Chayrasan qizim. Ma'qul. Kelginangiz yaxshi bo'pti. Oblikimning qaytib kelgan vaqti bo'lib qoldi. Men oblikimni emas. Sizni yo'qlab keldim. Kiyim ko'rgazmasida sizga yaragan bu kiyimni ag'ash keldim. Rahmat sizga. Men hozircha ko'ynak kerak emasdi. Narxi qanchakan? Pulingiz shunchalik chiqmaydi.
Savaqdışımның ayali. Və bundan keyinki dostluğumuz üçün bu mening sizga qilgan sovg'am. Qabul qilgaysiz. Ma'qul. Vaqt bir yak berib qapti. Men qaytay. Çay pay içip mağmamsiz. Ablikimnamı kildiği vaqti bo'p qoldi. Rahmat. Çay ishkili. Ayrim kelaman. Bir qancha kundan keyin doktorxonangizga boraman. Bo'ladi. Oy, hada, men çay tayyorlayotgandim. Rahmat qizim. Xo'sh. Hada, kep turing. Ma'qul. Bo'ldi, turib keling Dilbar. Qo'shamiz. Xo'sh. Apa, yarışıptımı? Bək chiroyli qolib ketibsiz qizim. Yarışibdi. Yaxshimisiz Dilbar? Yaxshimisiz Shavkat aka? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Salima ballar yaxshimi? O'tdan turadi-da. Qani o'tiring. Qani o'tiringlar adash. Pa, bək yarışıb ketibdi qizim. Qizimizga yangi ko'ylak olib beribsiz-da. Bak yarışibdi qizim. Qancha pul oldingiz? Bu köynekning bahası 1000 yuandan kam emas. Buni Aliya akapti ekan. Aliya? U qachon ketdi ekan? Hozirlik kep ketdi. Tutib olsam zodil unimidi. Köynekning pulini berdingizmi? Bu so'g'dim deb pulni og'il unimidi. Qizim, köynekni silib biting. Sanmayman-ku toza. Silib biting. Nima qilisizlar xafa qilib? Kays kiyibamamda. Men bunda qimmat sovg'atni qabul qilolmayman. Uni Aliyaga qaytarib bering. Sizga kelgan sovg'at bo'lgandan keyin o'zingiz qaytarib bering. Men qaraganda sizga yaqinroq-ku. Bunga yaqinchilik ketmaydi. Toptani qilib nima qilisizlar? Pulini to'lab olsaklar bo'lmadimi? Dilbar ustab ketdi, qani qilib bir choy damlamamsiz? Ma'qul. Adash, bir narsalarni og'ash o'ltira. Nega borsiz qizim? Do'stimning uyiga. Sirt qalaymqan. Kechda taloq chiqmang. Mening bir oltin zibu-ziynatlarim bo'lmasa, meni kim bo'laydi? Chiqmang deganki chiqmang. Darsingizni tayyorlang. Bo'ldi qilinglar adash. Orzugim cho'ngib qoldi. Pa. Qo'ljini olmasa ekanda. Olmani. Azmat, nega mandingiz? Bugun repetisyamiz batdi. Janob birga ketaylik. Azmat? Ha? Davomliq men sizni avvar qilyapman. Menda xejil. Undaq dema. Biz yatamas-ku. Shundaqdimi? Xuddi siz mening shaxsiy shoferimdek. Xolislar sizga bir umr shaxsiy shofer bo'lishni xohlaydi.
Singlim, iqtisodshunoslik instituti qaysi? Mana shu. Rahmat. Arzon. Yakshanba kuni sho'piringiz sizni bir sayat qilib kelmoqchi. Qo'shlamsiz? Mayli. Sho'pirimning talabini rad qilmay. Rasa? Ras. Gapimiz gapamsa. Arzuga dars kechib qolmaydi, jurum. Xo'sh. Xo'sh. Xizmatingiz bek aldirashmi? Shundaq. Dam olishga vaqt yo'q dang. Shundaq. Aramchilik yo'q. O'zingizni yaxshi asrang. Bugungi tekshirishdan qaraganda yurakda cho'ng masala yo'q. Rahmat sizga. Faqat qattiq charchatsiz. Dilbar. Men siz bilan oblikim to'g'riliq ozroq so'zlashay devdim. Oblikim to'g'riliq? Biz ayollarni ba'zilar chechi uzun aqli qisqa deyishdi. Rost demasmi ba'zi jihatlarda biz baxtli sotdi ekanmiz. Shung nurg'un ishlarni ketkizib qo'ydi ekanmiz. Keyingi pushman o'zga dushman deb rost aytgan. Nima demoqchisiz? O'chiqroqdan. Keling, bu yerda o'tirib so'zlashaylik. Dilbar, o'tirma. Siz bir oq ko'ngil, yaxshi ayol ekansiz. Shunga mening beshimga tushgan kulfatlar sizning beshingizga tushmasin deyman. Siz obligimni yaxshi ko'ramsiz? Albatta. Lekin obligimni tafsili tushunmaysiz. Qandaqsiga deysiz? Demoqchi bo'ldim. Obligimni meningchilik tushunmaysiz. Chunki biz o'qiyotgan chog'imizda yaxshi ko'rishib qolgandik. Ajab. Oblikim bu vaqtda bir haqiqatmi ig'iz ochmadi-ku? Albatta ochmaydi-da. Buni emas. Neni ishlarni sizga demaydi. Esingizda bo'lsinki, u san'at o'qituvchisi. Shunga u turmushdagi ijobiy va salbiy rollarni o'ynashga bekmu usta. Sadi nima demoqchisiz? Ko'p so'zlashning hojati yo'q. Vaqtingizni ilishni xohlamayman. Biroq shuni aytishga majburmanki, mening baxtimning vayron bo'lishiga obligim sababkor. Bu rasmi? Shundoq. U meni oldida. Sen bilan to'y qilaman deb. Men bilan birga bo'ldi. Keyin meni tashlab ketib. Boshqa birisi bilan yurdi.
Şunun bilen meni Kızıl Gül'deki hayatım nabut bo'ldi. Agar men qilgan vafosizlikni tashkilga etgan bo'lsam, qo'l qilinib ketadi. Lekin men demedim. Deganlaringizni hammasi rostmi? Sinfimizdagi butun saboqdoshlar guvoh. Qarang. Bu shu chaqda tushgan basimiz. Bilensiz Dilber. Sizga pek içim ağrıydı. Siz nima uchun o'tib ketgan ishlarni tagib qoldingiz? Mening boshqa niyatim yo'q. O qar niyat texi yaqindalar. Sizning g'aybatingizni qilib, hatto men bilan qayta tepishib olmoqchi bo'ldi. Nimalarni da'vatsiz? Men uningga o'tiranglarda balanglar bor. Unda qilmang desam, sen uchun hammadan kechiman deydi. Bu nima degan? Nomussizlik. Meni tashlagan azobga. Sizni tashlab etmasin. Bo'ldi, gap qilma. Dilber, Dilber, ne buldunuz? Kızlar, yardım kılınlarçı. Dilber, ne buldunuz? Ne buldunuz? Tezden, onu yiyelim. Qarab turasiz, tutolmaydigan bo'lsan, ha? Qarab turing, ha? Tutamam den, ha? Tutamam den, qarab turing, ha? Ey. Mana keldim-ku, ha? Mana hamsa. Ko'zim tushdi shu jononning qara ko'ziga. Tikildim-da qarab qoldim uning holiga. Cananın kara gözüge Sırtımda kara kaldım ona haliye İknasın kalsızın ey cana Sizin birle yettin şudem meni haliye Nasıl birle gözlerimde Nasıl birle gözlerimde basın tutacağına Sana bulgan çimiştim mi? Sana bulgan çimiştim mi? Güzel tutacağına Arapla sıkıldım şu yüreğimi Sizin var kaldım sen dilediğimi İşim bilen, rüştüm bilen Süyermem seni İntizarmen, tutmekmen Yan cevabını Nazım bilen, gözlerimde Nazım bilen, gözlerimde Basın tutacağım
Layla 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 layla. Ada opam og'rib qopti. Apa, neringiz og'riyotdi? Doda, Hı? opam og'rib qoldi. Uyingga kirib ketinglar. Dilber. Mijozingz yo'qmi? To'g'ri eshitdingizmi? Siz meni yaxshi ko'ramsiz. Nimandaq taq-tuq gaplarni qildigansiz. Jo'yli o'tmaydigansiz. Yaxshi ko'rmagan odami bilan to'y qilamdi. Siz meni yaxshi ko'rmay turib to'y qilgansiz, shundaqmi? Nimandaq be'ma'ni gaplarni qildigansiz. Bundaq bo'lishi mumkinmi? Aliya bilan ishkanlarning o'ttirisida sadi qandaq munosabat bor? Deb biqma. Saboqdashlik munosabat bor. Burundan tortibmi? Ha? Albatta. O saxtbas. Bu nima? Tutum, ko'rib oling. Bu rasmlarni nereden tepib oldingiz? Balalik davridagi ishlar bu. Qarang, xeyli yaxshi tutganmiz, ha? Xuddi chashqan bilan mushdeklar. Sana shuncha yildan beri ishinib ketganman. Biroq sening bundoq opasizlik qildig'ingni faqat o'ylamabdiganman. Dilber, ne bo'ldingiz? O'zingizni bilib biling. Bu yerda sampan degidek ish yo'q-ku. Sana oldim nima bu? Yaxshi ko'rmagandan keyin ko'zingga har qismi ko'ringil turdim. Nimada qildim bu? Bo'ldi. To'liq kapshima. Kulligidek nima asosim bor? Hada, dadam bilan opam urushyapti. Qanday qilamiz? Bularning g'ish-g'ishidan hechib qo'ydim. Nimada qiladigan bu? Qanday qilamiz? Qanday asos bo'ladi? Buningdan boshqa Dada, apa, bo'ldi urishmanglar. Dada, opa, bo'ldi urishmanglar. Bo'ldi, qil, yürü bakalım. Seni bunchilik ongsiz ekanligini o'ylamabdikanman. Sen anliq ahvolni olsang, ilmo o'lgasan. To'liq ola qilma. Bo'ldi qilim. Dada. Bo'ldi. Apa. Bo'ldi, ish bo'ldi. Şey, sen nima demoqchi? Bo'ldi qilim. Bundaq uyni tutishlar hojat qolmadi. Shundaqmi? Ajrashmoqchimisan? Uzundan beri o'zingni azoblab ketgansan. Endi ko'nglingdagi odaming bilan yashag'in. Bu sening talabingmi? Ha? Bu sening orzuying. Bundaq uyda to'ydim. Sening de xuddi ne? Tashlab ketdim. Sen, seni mi xotindan çürüttüm? Şıkılma balam, şıkılma. Şıkılma kızım, şıkılma. Şıkılma. Hepsini. Ayrılış, aman
Yaxshimisiz Arzuga? Yaxshimisiz? Yaqindan beri ko'rinmaysiz-ku. Maktabning yattig'ida yetyapman. Dadamni akab qo'ygan. Lekin opam yana yomonlar. Ukamni doktorxonaga yataqqa berib oldi. Ko'nglingizni buzmang. Asta. Sizlarning oilaga ko'z tekkandek ish bo'ldi-da. Beshimda qaytib ketdi. Opamning qishig'i bo'lsam, dadamning qishig'i bor degan. Dadamning qishig'i bo'lsam, opamning qishig'i bor degan. Xuddi yetim boladek tentirabli qoldim. Arzuga. Bo'ldi, o'zingizni bismillah. Yaxshimisiz, Aliya xonim? Ko'nglingizni buzmang. Aqdin o'p bo'ldi. Qanday qilishimni, nima deyishimni bilmay qoldim. Pullarni keldim. Albatta o'simi bilan. Men degan qizni topa oldingizmi? Qiz bo'lam ekan. Toza bo'lib keldi ekan. U Abdukim olimning qizi o. Shundaq. Qo'lga keltiramsiz. U qanchalik ishdi? Pul. Hammani hal qiladi. Abdukimning qizini Saudiyadan keyindan ketmaydi ko'rib boqay. Xo'sh, amsa. Men ketdim. Arzuga. Endi qanday qilay deysiz? Qanday qilishimni faqat bilasiz-da, omad tilayman. Rahmat. Bo'ldi, bu ishlam yutib ketdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Azmat, dadang yaxshi turibdi. Yaxshi turibdi. Voy, quruqli o'tiribsizlar-ku. Voy. E'lon. Ma'qul. Rahmat. Qani e'lon. Azmat, tez bo'l, mashq qilaylik. Munozi. Ketib qolamiz. Ma'qul. Qaysi maktabda o'qiyapsiz? Iqtisodshunoslik institutida. Qaysi kasbda? Tashqi savdo kasbida o'qiyapman. Kasbingiz bak yaxshi ekan. Bizga mos keladi ekan. Men savdo sarayining direktori. Ismim Xoliq. Men sizni taniyman. Abliskamlarning uyiga berib tursiz-ku. Shundaq. Abliskan bilan ulfatchiligimiz bor. Biz bak yaqin. Bu tanzxona mening shirkatimga tabi. Sizmi bu san'at guruhiga qatnashyapsiz? Yaqay, o'zim mundaqli kelib edim. Ular bir kunda aram 30-40 million pul topdi. Siz ondan jiqroq pul topishni xohlamsiz? Qanday qilib? Mening bosh shirkatimda bir mazgil ishlab turing. Nima ish qilaman? O'z kasbingiz bo'yicha import-eksport ishlari bilan shug'ullanasiz. Ham bu siz uchun praktik bo'ladi. Oylig'ingizga 500 dan beraman. Albatta, mukofot bilan 1000 ham bo'ladi. 1000 bu da ko'p bo'lgu. Xizmatning hodisidan chiqa olamanmi? Tamoman chiqa olasiz. Ish ig'ir emas. Sizdigan yozdigan ishlarni ep ketib, qachon vaqtingiz bo'lganda yezib kelib topshirsangiz bo'ladi. O'ylashib baqay. Bugungi operatsiya nihoyat o'ngishli bo'ldi. Shundaq, o'ngishli bo'ldi. Sizlar doktor,